Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan, sizlarga dars o'tayotganimdan xursandman. Chunki bugun biz 9-sinfning 5-mavzusi evkaryotlar dunyosidan o'simliklar xilma-xilligini tanishib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. O'simliklar hozirgi vaqtda ikkita katta guruhga bo'linadi. Ular birinchisi tuban o'simliklar, ikkinchisi yuksak o'simliklar. Tuban o'simliklarga suv o'tlari kiradi. Suv o'tlari mana shular. Ana endi yuksak o'simliklarni ham dars davomida tanishib chiqamiz. Albatta, darsimiz sizga manzur kelsa, like tugmasini qisartirib qo'ying. Mavzuyimizda o'rganib chiqishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shular va biz bularda ko'rishlikni boshlaymiz. Tuban o'simliklarni boshida aytib o'tdik, ular suv o'tlari hisoblanadi va organik olamda dastlabki bosqichlarda kelib chiqqan. Ya'ni bular qadimgi o'simliklar hisoblanadi. Bular asosan suvli joylarda yoki sernam bo'lgan joylarda uchraydi. Ularni hammasini biz 6-sinfda ko'rib chiqqanmiz. Evolyutsiya jarayonida ancha qadimiyligi uchun ular juda sodda tuzilgan va sodda tuzilishini hozirgacha saqlab kelayotganlari mavjud. Tuzilishi jihatdan tanasi organlarga, to'qimalarga bo'linmagan. Shuning uchun ular tanasining nomi qattana yoki tallom deb ataymiz. Boshqa o'simliklar tanasini biz poya yoki nima deymiz? Novda deb atasak, bularda qattana yoki tallom deb ataymiz. Chunki bularda poyasi yo'q, ildizi yo'q, bargi, gullari yo'q. Turlari. Bir hujayralilarni ham uchratishimiz mumkin. Ko'p hujayralilarda uchratishimiz ham mumkin. Bir hujayralilardan sizlarga 6-sinfda o'tganimizdek xlorella, xlamida manada mansub bo'lsa, ko'p hujayralilariga endi bu bo'linadi. Chuchuk suvda uchraydigan ko'p hujayralilari bor va dengiz suvida uchraydigan ko'p hujayralilari ham bor. Chuchuk suvda uchraydigan ko'p hujayralilari xuddi o'sha o'tganlarimiz. Ya'ni Spiragira, Ulotrix, Hara, Cladofora. Endi dengizda uchraydiganlari biroz rang-barangroq. Ularni rangiga ko'ra bo'lganmiz. Masalan, qo'ng'ir suv o'tiga laminariya misol bo'lganda, ya'ni dengiz karami, qizil suv o'tiga porfira misol bo'lganda va filofora ham mana shu qizil suv o'tlar qatorida. Yashil suv o'tlari ham bor. Yashil suv o'tiga ulva. Mana shularni misol qilib aytganmiz. Bular ko'p hujayrali suv o'tlari hisoblanadi. Albatta, dengizda uchraydiganlari. Endi bir hujayralilari bitta hujayrani o'zida barcha hayotiy jarayonlarda amalga oshira oladi. Ya'ni oziqlanadi, ko'payadi, o'sadi, harakatlanadi va o'zidagi keraksiz mahsulotlarni tashqariga chiqarib yubora oladi. Ko'p hujayralilari aynan shu ishlarni bajaradi. Ya'ni oziqlanishga alohida hujayralar mas'ul, ko'payishga alohida hujayralar mas'ul va boshqa bir vazifalarga alohida hujayralari mas'ul hisoblanadi. Mana shular tuban o'simliklar haqidagi ma'lumot edi. Endi yuksak o'simliklar. Yuksak o'simliklar kelib chiqishi jihatdan ancha yosh hisoblanadi. Chunki yuksak o'simliklar tuban o'simliklarida bolasi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni tuban o'simlikdan yuksak o'simlik kelib chiqqan. Dastlabki quruqlikka chiqqan o'simlik bizda Riniya, yana qaysilar edi? Ularni kommentga yozib ketinglar. Mana shu dastlabki quruqlikka chiqqan o'simliklardan dastlabki yuksak o'simliklar kelib chiqqan. Ya'ni tuban o'simliklardan yuksak o'simliklar kelib chiqyapti. Yuksak o'simliklar o'zining ichida bo'linadi 3 ta katta guruhlarga. Qaysi desa, sporalilar, ochiq urug'lilar, yopiq urug'lilar. Va kelib chiqish jihatdan ham sporalilardan ochiq urug'lilar kelib chiqadi, ochiq urug'lilardan yopiq urug'lilar kelib chiqadi. Sporalilarga 6-sinfda o'tgan misollarimizni aytishimiz mumkin. Qaysilaridir? Men bittasini aytib beraman, qolgan ikkitasini yozib ketasizlar. Yo'sinlar, qolgan ikkitasi kommentda kutamiz. Ana endi ochiq urug'lilarchi. Ochiq urug'lilardan ularga ham bittasini aytaman, ikkinchisini sizlar aytib berasizlar. Birinchisi archa, ikkinchisi yozib ketinglar.
Ana endi yopiq urug'lilar. Yopiq urug'lilar urug'larni meva ichida saqlaydigan o'simliklar hisoblanadi. Bularga barcha gullaydigan o'simliklar mansub. Ya'ni gulli o'simliklarda 250 ming turi yopiq urug'lilarga mansub bo'ladi. Yuksak o'simliklarda evolyutsiya jihatdan ancha yosh ekanligini aytib o'tdik. Endi bularda organlar rivojlanishi. Tanasi poya, barg, ildiz, gul, meva urug'larga bo'linganligi uchun bularda qattana yoki tallom deb atalmaydi. Har bitta organning alohida nomlari bo'ladi. Masalan, ildizi poyani yerga birlashtirib turuvchi organ hisoblanadi va uni ildiz deb atayapmiz. Poyani esa poya. Qattana yoki tallom demayapmiz butun boshli tanani. Har bitta organi alohida nomga ega. Va ularda to'qimalar rivojlangan. Turli xil to'qimalar bor. Turli xil to'qima deganda ana shu 6 ta to'qimani nazarda tutyapmiz. Birinchisi hosil qiluvchi, ikkinchisi asosiy, uchinchisi qoplovchi, to'rtinchisi o'tkazuvchi, beshinchisi mexanik va oltinchisi ajratuvchi to'qima. Va bu hamma to'qimani vazifalarini 6-sinfda tanishib chiqdik. Ixtisoslashuvi tanasi to'qimalarga bo'lindimi, demak hujayralari ham to'qimalarga nisbatan ixtisoslashadi. Har bitta ishni funksiyani, ya'ni tirik organizmga tegishli bo'lgan xususiyatni har bitta hujayrasi o'zini to'qimasiga ko'ra bajaradi. Masalan, asosiy to'qimada fotosintezlovchi hujayralar mavjud. Qoplovchi to'qimada esa himoyalovchi hujayralar mavjud. Mexanik to'qimada esa organizmda, ya'ni o'simlikda mexanik ta'sirlarga chidamli qiluvchi hujayralar, tosh hujayralari mavjud. Behi mevasini etida yoki nok mevasini etida tosh hujayralarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni eti qattiq. Bizda keyingi rejamiz tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. O'simliklar tabiatda va inson hayotida qanday ahamiyatga ega? Bularni biosfera qo'riqchisi deb atalaymiz. Biosfera qo'riqchisi deb ataganimizda nimani tushunishimiz kerak? Ular agar yer yuzida yo'q bo'ladigan bo'lsa, gazlar almashinuvi bo'lmaydi. Ya'ni kislorod ishlab chiqarilmaydi. Kislorod bor bo'lsa yashardik, kislorod yo'q bo'lsa yashamaymiz. Keyingisi bizda iqlimga ta'sir etadi. Qanday ta'sir etadi desa, bular suv bug'latish xususiyatiga ega edi. Havoyimizni namlab turadi. Namlanmasa, demak, nam bo'lmagan havoda, quruq havodan nafas olib kasalliklarga uchratishimiz mumkin. Va keyingisi tuproqlarni yemirilishdan saqlaydi. Tuprog'imiz bir tekis jips holatda turish uchun o'simliklarning roli juda katta hisoblanadi. Bizda keyingi ahamiyati moddalar almashinuvida. Ya'ni moddalar aylanishida bular ozuqa zanjiri ichiga kiradi va ozuqa zanjiridan birinchi qatorda egallaydi. Ya'ni ular produtsentlar organik modda ishlab chiqaradi va organik moddani boshqa konsumentlar iste'mol qiladi. Ya'ni o'simlikni yeb qo'yadi, boshqasi yana boshqa konsument uni yeydi. Oziq zanjiri aylanaveradi. 3-ahamiyatiga xomashyo manbai. O'zimizda O'zbekistonda oq oltin deb ataluvchi paxtamiz bor. Paxtadan toli ishlab chiqaramiz, toladan turli xil gazlamalar, matolar ishlab chiqaramiz. Agarda paxta bo'lmasa yoki g'o'za bo'lmasa, ana shu tolamiz bo'lmaydi. Xomashyo sifatida qurilishda ham ishlatamiz. Masalan, terak. Terakdan turli xil qurilish yog'ochlarini olamiz va boshqa bir o'simliklardan yog'och mahsulotlarini olishimiz mumkin. Turli xil mebellar, aksessuarlar, o'yinchoqlar, suvenirlar yasashimiz mumkin. Va bu xomashyolardan tashqari bizga muhim bo'lgan dori manbalari ham o'simliklardan olinadi. Kam miqdordagisi emas, ko'p miqdordagisi o'simliklardan olinadi. Eng oddiy misollaridan isiriq yoki qizilmiya yoki yalpiz. Bularni 5-sinfda o'rganib chiqdik. 11-mavzusida. Agarda esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, 5-sinfga qaytib bitta o'qib o'rganib oling. O'simliklarga oid bo'lgan gaplarimizdan tabiatni muhofaza qilish, ya'ni o'simliklarni asrashligimiz, ularda yashil muhitini ko'paytirishimiz zarur. Chunki o'simliklar bizga yashash makon bo'ladi va yashash makonimizni filtrlab turadi.
Agar mavzuyimiz hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, Alloh ilmimizni ziyoda qilsin. Hammaga xayr, sog'-omon bo'linglar.